Hammaga salom. O'zbekiston Dalas kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Real Madrid yoki Barselona tarkiblarini solishtirib ko'ramiz. Qaysi tarkib Dalas 26 da kuchliroqligini birgalikda aniqlaymiz. Hop, unda birinchi Barselona tarkibini ko'rishdan boshlaymiz. Hop, challenge degan, Champions Challenge. Hop, ikkalasi ham 115 tangaga olinadi jamoalarga. Eng kuchli 11 talikni qo'yamiz. Hop, De Jong tayanchga De Jongni qo'yamiz va Lopez bilasizlar bu mavsumni zo'r o'tkazdi deganlar kommentariyaga yozib ketinglar albatta. Hop, 11 ta eng kuchli o'yinchi va zaxiradan 3 ta o'yinchi reyting kuchlilarni qo'shib hisoblaymiz. Bu mavsum himoyada o'zi bilasizlar Araujo psixologik travmasi sababli o'ynamadi. Ko'proq Garcia o'ynadi, lekin mayli. Araujoning reytingi balandroq bo'lgani uchun Araujoni hisoblaymiz. Hop, unda ochkolarni qo'shib boramiz va oxirida hisoblaymiz. Erik Garcia 80 reytingda, Jules Kounde 83 reytingda. Bilasizlar, Kounde zo'r himoyachi, tezligi, fizik jihatlar ham kuchli. 83 reytingda. Kubarsi ham ajoyib mavsum o'tkazmoqda, yosh bo'lishiga qaramay Barselonaning asosiy himoyachilaridan. Hop, Araujo 89 reytingda. Balde ko'p jarohatlar olmoqda, shu sababli Balde hozircha 80 reytingda qolib ketmoqda. De Jong ham yaxshi mavsum o'tkazdi, reytingi 83. Barselona fanatlari bo'lsa albatta kommentariyaga Barsa yozib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar, ko'ramiz. Barsachilar bo'lsa like bossin, Realchilar obuna bo'lsa bilib olamiz va kommentariyaga ham yozib qo'yinglar. Shundan bilib olamiz qaysi jamoaning muxlislari ko'p. Olmo ham 81 reytingda. Olmo ham bilasizlar sal jarohatga moyilligi bor. Agar jarohatlar bo'lmasa bu ham bemalol 82-83 reytingda bo'la oladi. Hop, Yamalga ortiqcha gap so'z yo'q. 86 reytingda. Lewandowski ham bu mavsum Barsadan ketmoqda, 84 reytingda va Rafinha 85 reytingda. Hop, mana 11 tali. Bu 11 talining umumiy ballariga Cancelo juda ham iqtidorli, nozik didli himoyachi desa bo'ladi. Paslari shedevr paslar beradi, bilasizlar. Va Akula ajoyib qiyin vaziyatdan gol ura oladi, ammo birga-bir ochiq darvozaga gol ura olmaydigan noyob hujumchi. Va uchinchisiga hammasi 79, Rashford ham, Lopez ham va Lopesni qo'ya qolamiz 79 reytingda. Va bu 14 ta o'yinchini umumiy ballarini hisoblaymiz. Hop, mana Barselonaning ochkolari 1145 reyting edi. Endi esa Real jamoasiga o'tamiz. Realning ochkosi qancha bo'ladi? Shunga qarab Dalas 26 da va dunyoda hozir kimi tarkibi kuchliroqligini bilib olishimiz mumkin. Hop, unda shu joygacha ko'rgan bo'lsalar albatta o'zbeklarning kuchini ko'rsatish maqsadida like, obuna bosish esdan chiqmasin va albatta o'zinglarning jamoalaringni ham yozib ketinglar. Hop, mana endi esa Real Madridni jamoasini ochkolarini ko'rib chiqamiz. Va futbolchilarga berib turgan ta'rifim sizlarga yoqyaptimi? Shuni ham kommentariyada yozib ketinglar. Hop, boshladik. Thibaut Courtois ham 84 reytingda. Jarohat olmoqda, u ham reytingi shuning uchun tushib bormoqda. Alexander Arnold ham deyarli shunaqa. Shuning uchun 82 reytingga tushdi. Hop, Rudiger Realda o'zi ko'p himoyachilar deyarli ko'pi jarohatdan boshmayapti. Rudiger ham yarim mavsumda jarohat o'tkazdi va reytingi 82. Haysonni ko'p gapirmayman, 80 reytingda. Sababini o'yinini deyarli tushunmayman. Hop, chap qanotda o'zi bu mavsumda
60-70% karyerasi o'tkazdi. 79 reytingda va bu uning uchun hozircha yaxshi reyting deb hisoblayman. Chouameni bu mavsum juda ham yaxshi o'tkazdi. Tayanch yarim himoyachi sifatida zo'r o'yinlar o'tkazdi deb bemalol ayta olamiz. Hop, Bellingham 84 reytingga tushdi. Bilsanglar, u ham jarohatlarga moyil bo'lib qoldi qandaydir. Oldingi pik darajasiga mavsum oxirida sal yaqinlashdi. Jangchi ruhiga. Hop, Valverde 85 reytingda. Ko'pchilik 86 deyapti. Dili 26 yangilanishida, lekin katta ehtimol bilan 86 bo'lmaydi. Hop, Rodrigo o'yin darajasi ancha tushib ketdi va bilgan bo'lsanglar, u ham travma oldi va 81 reytingda. Mbappe 86 reytingda o'zgarmas. Hop, Vinicius Junior 86 ga qaytib qolishi mumkin, chunki 85 reytingga tushgandan keyin o'zini o'yinlarini takrorlashni boshladi. U ham 85 reytingda. Hop, endi zaxiradan 3 ta o'yinchini qo'shishimiz kerak. Carvajal bo'lish kerak, lekin Carvajal yo'q zaxirada. Menimcha, u mavsumdan keyin ketishi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hop, Diaz ham zo'r o'yinchi, to'g'risi tan olganda texnikasi juda ham zo'r, 78 reytingda. Arda Güler 79 reytingda. Bu yangilanishda bu ham 80 yoki 81 darajaga chiqishi kerak. Kamavinga 80 reytingda. Yozgi yangilanishda tushish ehtimoli bor. Hop, endi ochkolarni hisoblab olamiz. Hop, Realda 14 ta o'yinchisini ko'pincha tushadigan mana shu 14 ta o'yinchisini umumiy ballar yig'indisi 1147 reytingni tashkil qilar ekan. Barsanikidan 2 ochko yuqori. To'g'ri, bu reyting baland bo'lishi mumkin, lekin bu mening shaxsiy fikrim. Yana meni Barsachi deb o'ylab qolmanglar. Shaxsiy fikrim. O'yin jihatdan ham, taktik sxema jihatdan ham DLC 26 da ham Barsani o'yini ancha kuchliroq deb o'ylayman. Bu o'zimning fikrim. Hop, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Agar shu Champions Challenge da o'zim o'yinimni ko'rsatib, chempionlikgacha bo'lgan o'yinimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Shu bilan video tugadi. Hammaga rahmat.